خوڭكوڭ مەسىلىسى ۋە بىزنىڭ دەۋا. Aptori doktor Memet Emin. خوڭكوڭ мәсілісі o'ttirg'i chiqib, qisqig'ini 4 ay ichida dunyoda alayda ta'sir qo'zg'ab, butun dunyoning diqqatini tortdi. Shundaqla Xitoy hukumati va uning sodiq qo'llovchilaridan boshqa butun dunyodagi erkinlikka intiladigan xalqning o'rtaq qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, biroq yaqindan beri yuz berayotgan o'zgarishlar erkinlikka intilguchilarni, bo'libmi Xoңkоңliklarni o'zlarining oqibatiga nisbatan andishiga solmay qolmaydi. Undaqda خوڭكوڭ мәсілісінің dunyoda bundaq tez diqqat qo'zg'ishining sabablari nima? خوڭكوڭ мәсілісінің bizning davoyimizga nisbatan qandaq ta'siri bor? خوڭكوڭ мәсілісіdən nimalarni yakunlashimiz kerak? Bu haqda o'zimning ko'ztishlarimga asosan ko'z qarashlarimni o'ttirg'a qo'yib o'tmoqchiman. خوڭكوڭning egilik huquqi 1997-yili 1-iyul kuni. خوڭكوڭning demokratik tuzilmasini 50 yil o'zgartmaslik sharti bilan Xitoyga qaytarib berilgan bo'lib, kelishim bo'yicha خوڭكوڭliklar 50 yilgacha alayda avtonomiya huquqidan bahramand bo'lish kerak edi. Bak afsus. Xitoy hukumati خوڭكوڭning egilik huquqini qo'lga olgandan keyin har xil yo'llar orqali خوڭكوڭning har sohasiga singib kirib, خوڭكوڭliklarning ideologiyasiga va qimmat qarshiga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Natijada Angliya hukumatining boshqarishida erkinlikka ko'nib qolgan خوڭكوڭliklar Xitoy hukumatining hammani kontrol qilmoqchi bo'lgan qora niyatini bara bayqab, bu ishga nisbatan o'z noroziliklarini bildirishga boshladi. Ular 2014-yili kunlik inqilobini qo'zg'agan bo'lsa-mu, biroq u inqilob uzun o'tmay Xitoy hukumati tarafidan bostirildi. Bu qitim خوڭكوڭda tuzilmoqchi bo'lgan خوڭكوڭdagi jinoyatchilarni Xitoy hukumatiga o'tkazib berish qonuni sababidan خوڭكوڭliklar yana bir qatim keng ko'lamda qo'zg'alib chiqdi. خوڭكوڭ мәсілісінің xalqaroda bundaq tez ta'sir qo'zg'ishi va xalqaroning bo'libmi Amerikaning qo'llashiga erishishi ko'p xil omillar bilan munosabatli bo'lib, uning sabablarini tövandikidek bir qancha nuqtaga yakunlashga bo'ladi. Oldi bilan xalqaroning bo'libmi Amerika qatorliq g'arb davlatlarining Xitoy hukumatining kengaymichilik planini va g'arbning demokratik tuzumiga bo'lgan tahdidini to'nib yetishi. Ikkinchidan, خوڭكوڭliklarning o'z haq-huquqlarini qo'g'dash uchun dadillik bilan o'ttirg'i chiqishi. O'zlari duch kelgan adolatsizliklarni faqat muhojiratdagi خوڭكوڭliklar orqali emas, balki خوڭكوڭ ichidagi xalqning bevosita qarshilik ko'rsatishi va خوڭكوڭning alayda o'rni sababidan خوڭكوڭda yuz berayotgan voqealarning xalqaro axborotida o'z vaqtida aynan xabar qilinib turishi. Uchinchidan, g'arbning bo'libmi Amerikaning 30 yil ilgirki Xitoyda yuz bergan Tiananmen voqeasining خوڭكوڭda qaytilinib qelishi va Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bir qism siyosatlarning خوڭكوڭda kengayishidan andish qilish. To'rtinchidan, خوڭكوڭliklarning g'arb bilan o'xshash qimmat qarashda bo'lishi va g'arbning demokratik qurilmasiga tahdid bo'lmaydiganligi.
Бәшінчіден, Хонкоңлықлар отырғы қойған 5 тәләпнің Xitoy hökuməti bilan Angliya arasında tüzülgən kelişimgə uyğun ikənligi və onun Xitoyning zimin bütünligini və egilik huquqiga hech qandaq ta'sir ko'rsatmaydiganligi. Shu sababdan boshqa davlatlarning Xongkongni qo'llashi, o'zlarining Xitoy hökuməti bilan tuzgan diplomatik kelishimlarga zid kelmaydiganligi. Xongkongliklarning 5 tələbi. Birinchi, Xongkongda ma'qullamoqchi bo'lgan Xongkongdagi jinoyatchilarni Xitoyga o'tkazib berish qonunini amaldan qoldirish. Ikkinchi, 6 ayning 12 kunidagi namoyishga berilgan to'plang qalpig'ini amaldan qoldirish. Uchinchi, namoyishga qatnashgan o'quvchilarni jinoyatchi sifatida ayblamaslik. To'rtinchi, mustaqil tekshirish komiteti qurib chiqib, soqchilarning zo'ravonligiga nisbatan tekshirish ilib berish. Beshinchi, Xongkongda haqiqiy ma'nodagi mustaqil saylamni amaliylashtirish. Hammamiz ko'rayotgandek, garchi Xongkongliklar o'tirib qo'ygan bu 5 talab shuncha oddiy. Xitoy hukumatiga alohida tahdid elib kelmasimi? Butun dunyoning, bo'libmi g'arb davlatlarining, jumladan Amerika parlamentining alohida qo'llashiga erishgan bo'lsimi? Nihoyatda afsus, hozirgacha Xongkong masalasi hal bo'lmayotdi. Aksicha, namoyishga qatnashuvchilar Xongkongda Xitoy soqchilari tarafidan bostirilyotdi. Qo'lida to'mirning sunuqi bo'lmagan o'quvchilar Xitoy soqchilarining zo'ravonligiga uchrayotdi. Agar xalqaro va Amerika hukumati Xongkong masalasida Xitoyga amaliy bir besim qilmasa, Trump Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimi uchun Xongkong masalasi o'zligidan hal bo'ladi deb uni Xitoy hukumatiga tashlab bersa, shundaqla Shi uningdan ilhom ilib butun dunyoning ko'zida kim Xitoy hukumatining ziminini parchalashga urinadi ekan, hammasining badallari yonchilib, so'ngaklari kukum talqon bo'lib ketadi deb tahdid solalasa, Xongkong masalasining qisqa vaqt ichida o'ngishli hal bo'lishi uncha oson bo'lmasa kerak. Xongkong masalasining o'tirg'i chiqishi Xitoy hukumatining abdi bashirisini texmi oshkorlab, davoyimizning haqliq bir davo bo'lib, dunyoga to'nilish uchun nurg'un yaxshi fursatlarni yaratib berdi. Xongkong masalasi mayli qandaq natija bilan oxirlashsin, uning o'tirg'i chiqishi bizning davoga ijobiy ta'sir ko'rsatgandan boshqa eng muhimi bizga ko'plagan darslarni berdi. Mening qarshimcha, agar Xongkong masalasi g'alaba bilan oxirlashsa, bizga tinchlik bilan qarshilik harakati elib berish va kurash qilish orqali o'z haq-huquqimizni qo'g'dashning naqadar muhimligini yana bir qatim isbotlab, xalqimizning tinch yo'l bilan elib berayotgan qarshilik harakatiga umid va kuch elib kelishi mumkin. Agar Xongkong masalasi mag'lub bo'lsa, bir tarafdan bizning faqat musulmon bo'lganligimiz uchun emas, balki Xitoy hukumati bilan farqli qarashdagi har qanday xalqning Xitoy hukumati tarafidan rad qilinib, bostirilganligini xalqaroga namoyon qilib, xalqaroning bizni qo'llashiga turtki bo'lishi mumkin. Lekin yana bir tarafdan Xongkong masalasini hal qilishda xalqaroning,
Bo'libmi G'arbning Xitoy hukumatiga yetarlik besim tushirolmaganligini oshkorlab, xalqaroning yuz berayotgan adolatsizliklarni hal qilishdagi ta'sir kuchining bak ojiz ekanligini ko'rsatib, tinchlik bilan kurash qilish yo'lini tanlaganlarga belgilik umidsizlik elib kelishi mumkin. Hammamizga ma'lum, vatanda xalqimiz duch kelayotgan tahdid va adolatsizliklarni Xoңkоңliklar duch kelayotgan tahdid va adolatsizliklar bilan selishtirish mumkin emas. Xoңkоңliklar duch kelgini faqat yashash sifatini yuqori ko'tarish masalasi bo'lib, ularning kundalik turmushiga hech qanday tahdid elib kelolmaydi. Ular o'z huquqini va iftixorini qo'g'dash uchun qarshilik bildirdi. Xatarga tavakkul qildi. Mush ishlar uchun badal to'lashga rozi bo'ldi. Ammo bizning necha million xalqimiz turmalar va lagerlarda butun millatimiz yo'qilish tahdidiga duch keldi. Nahayatda afsus, yetarlik qarshilik ko'rsatish yo'q. Faqat vatan ichidagilar emas, hatto vatan sirtida erkin yashayotgan xalqimizning haqiqiy uyg'ong'ini nahayatda cheklik. 7 million Xoңkоңlikning yerimi texmi erkin yashash uchun qo'zg'alib ko'chalarga chiqdi. Badal to'ladi va to'layotdi. Ammo vatanda 15 milliondan 35 milliongacha, muhojiratda 1 milliondan ortiq nüfusimiz bor degan bizning 10%imizmi texi rasmiy harakatga o'tolmadik. O'rinsiz badal to'ladik, biroq erkinlik uchun badal to'lashga petin olmadik. Yuqorida deb o'tganimdek, Xoңkоң masalasining xalqaroda tez qo'llashga erishishning sabablaridan biri ularning o'z huquqini qo'g'dashda dadil bo'lishi. O'zlari duch kelgan adolatsizliklarni faqat muhojiratdagi Xoңkоңliklar orqali emas, balki ichki xalq orqali bevosita anglata olishi bo'lib, nahayatda afsus, bizning vatan ichidagi xalqimizning bundaq bir fursatining bo'lmasligi. Hatto vatan ichidagi xalqimizning aksicha Xitoy hukumatiga moslashishi, o'zi xohlab yoki xohlamagan holda Xitoy hukumatining siyosatini maqtishi. Vatan sirtidagi xalqimizning bo'lsa umumyuzlik uyg'onmasligi. Davayimizning xalqaroda keng tarqilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yaqinda birisi tarjim qilib to'rda e'lon qilgan namoyishga qatnashgan bir Xoңkоңlik o'quvchi bola bilan muxbir orasidagi dialog alohida diqqatimni tortdi. Muxbir: namoyishga chiqqaningizni uyingizdagilar bilamdi? O'quvchi: biladi, ular meni qo'llaydi. Muxbir: namoyishga chiqqanda qo'rqdingizmi? O'quvchi: yo'q, qo'rqmadim. Namoyishga chiqishdan burunla ideyamda tayyorlik qilib qo'ygandim. Balkim tuyuqsiz o'lib ketishim yoki yo'qolib ketishim mumkin. Lekin men chiqmasam, keyingilar qanday qiladi? Shunga men vasiyatnomani yezib tayyorlab qo'ygan. Muxbir: vasiyatnomangizda nimalarni yozgandingiz? O'quvchi: agar o'lib ketib qolsam, ichki a'zolarimni ehtiyojli kishilarga taqdim qilinglar deb yozgandim. Muxbir: ota-onangiz vasiyat qoldirganligingizni bilamdi? O'quvchi: yo'q, ular bilmaydi. Ularni ansirab qolmasin dedim.
Әмма ular namoyishga chiqishimni qo'llaydi. Ota-onam yig'lab turib, "Balam, bizni kechirgin. Hammani qilgan biz. Ayni chaqda biz sizlardek dast turib, sizlar uchun erkin dunyo yaratib berolmadik. Bizning o'tkazgan savalliklarimizning badalini sizlar to'layapsizlar. Bizni kechirgin balam", deb meni quchoqlab yig'lab ketdi. Yuqorqi dialogni o'qib chiqqandan keyin men paranglashib baqqan yoshlarning vatandan ayrilish oldida ularning ota-onalarining ularga topilgan nasihatlari esimga keldi. Balalarni chet elga o'qishga yo'lga solgan Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi garchi har jihatda Uyg'urlarning oldiga vakillik qiladigan kishilar bo'lsa-mu, biroq ular balalarga bizga erkin yashash nasib bo'lmadi. Sizlar bo'lsanglarmi chet elga chiqib haqiqiy bir insondek erkin yashanglar deb nasihat qilishning o'rniga siyosatga aralashmag'in. Siyosatga aralashadigan kishilarning yeniga yaqin kelmagin deb nasihat qilib yo'lga solgan. Hatta mening bir saboqdishim Amerikada o'qiyotgan bolasini yo'qlab kelganida menga "Balamga qalaymaqan mazmundagi uchurlarni avatmagin" deb alayda topilgan edi. Bu yerdagi xalqiliq masala Xoңkоңliklar bilan Uyg'urlar garchi o'xshashla boshqalarning mustamlikasi ostida yashagan millat bo'lsa-mu, Xoңkоңliklar Angliyaning demokratik tuzumi ostida sirtqa echivitilgan ochiq bir jamiyatda yashagan. Garchi Xoңkоңliklar o'z boshliqini saylanish huquqidan bahramand bo'lolmagan bo'lsa-mu, biroq nurg'un jihatda cheklamaga uchramagan. Erkinlikdan bahramand bo'lgan va erkinlikning nima ekanligini bilib yashagan. Ammo biz Uyg'urlar Xitoy hukumatining diktatorlik tuzumi ostida sirtqa yipiq holda yashadik. Biz nurg'un jihatda cheklamaga uchrab, erkinlikning nima ekanligini bilmay yashab, bilib-bilmay o'zimizga qulluq ro'yini singdirib olgan ekanmiz. Albatta men bu yerda hech kimni ayblamoqchi emasman. Men faqatla Xoңkоңliklar bilan biz Uyg'urlar orasidagi farqlarni selishtirish orqali nima uchun hozirgidek ahvoldami umumyuzlik uyg'onolmayotganligimizning sabablarini o'ttirg'a qo'yib o'tmoqchiman. 2019-yili 15-oktyabr Xoңkоڭ kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi 435 millat vakili bor Amerika Avam palatasining ma'qullashidan o'tdi. Yaqin kelgusida Kengash palatasining ma'qulligidan o'tib, prezidentning imzolashiga sunilishi mumkin. Biz milyonlarcha xalqimizning ig'ir badal to'lishi va necha yillik tirishchanligimiz natijasida Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi 100 millat vakili bo'lgan Amerika Kengash palatasining ma'qullashidan o'tdi. Pat yaqinda Avam palatasining muzokirasiga suniladi. Xoңkоңliklarning bizdek undaq cho'ng badal to'lamay qisqig'ini 4 oydan ortiq vaqt ichida shundaq qo'llashga erishishining muhim sabablaridan biri yuqorida aytib o'tganimdek Xoңkоңliklarning g'arb bilan o'xshash qimmat qarashda bo'lishi va g'arbning demokratik qurilmasiga tahdid bo'lmaydiganligi bo'lishi mumkin.
Xongkongliklarning ko'p qismi Budda dini va Dawa diniga, bir qismi Xristian diniga e'tiqod qilsa, yana bir qismi aniq bir dinga e'tiqod qilmaydigan dinsizlar bo'lsa-mu, biroq ular millatning manfaatiga kelganda o'zlarini idora qilmoqchi bo'lgan va o'zlari bilan o'xshash erqdan bo'lgan Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi chiqib, yuksak darajada birlashdi. O'rtaq bir qimmat qarash atrofiga to'plashdi. Ular o'zining insoniy haq-huquqini qo'g'dashni hammadan a'lo ko'rdi. Shu sababdan Xongkongliklar xalqarodagi irqiy va diniy jihatda ular bilan ko'p munosabati bo'lmagan nurg'un millatlarning esdashlik qilishiga va qo'llashiga erishdi. Afsus, Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi islom diniga e'tiqod qiladigan xalqimiz tarixda misli ko'rilmagan darajada zulm ostida qolgan bo'lsa-mu, biroq yanala bak ko'p zehnimizni zarur bo'lmagan ishlarga sarf qilib kelyapmiz. Mayli vatan ichidagi xalqimiz bo'lsin, yoki sirtida yashaydigan qarindoshlar bo'lsin, texi keng ko'lamda uyg'onib va millatning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, keng ko'lamda birlashib bo'lolmadik. Beshimizga ig'ir kun kelayotgan bugünkidek vaziyatda irqiy va diniy qarindoshlarimizning bizga tutgan pozitsiyasi hammalarga ayon. Shundaq turuqliq yana nurg'unlarimiz ummatchilikni millatchilikning ustiga qo'yib, dunyoni faqat musulmon va kofir deb ikkiga bo'lib muomala qilyapmiz. Shuni unutib qolmasligimiz kerakki, dunyo nupusining 20% musulmon bo'lib, bizning nupusimiz butun musulmonlar nupusining aron 1 yoki 2% ni egallaydi. Uyg'urlar yo'qolib tugab ketsa, musulmonlar yo'qolib tugab ketmaydi. Diniy e'tiqodimiz cheklimiga va yoki to'sqinlikqa uchirsa, uni asliga keltirgil bo'ladi. Biroq millatimiz yo'qolsa, hamma narsamiz tugaydi hamda mangu asliga keltirgil bo'lmaydi. Biz shuni tunib yetishimiz kerakki, yer shari bizni markaz qilib aylanmaydi. Bizda oyoqning qandoqligini put biladi deydigan so'z bor. Hamma kishining o'ziga tushliq dardi bor. Agar biz o'zimiz to'liq qo'zg'almasak, to'liq harakatga kelib, o'zimizni o'zimiz qutqizish uchun tirishchanlik ko'rsatmasak, dardimizni boshqalarga yetarlik anglatmasak, boshqalarning bizning dardimizni to'liq his qila olishi va bizni bu fojiadan qutuldirib qo'yishi mumkin emas. Hilmi Amerika qatorliq g'arb davlatlari va xalqlari bo'libmi Amerika parlamenti biz uchun izchil holda eng kuchli ovoz chiqarib kelyapti. Amerika, Yevropa, Angliya, Kanada va Avstraliyalarda bizning masalalarimiz muzokara qilinyapti. Bo'libmi Amerika parlamentida hozirga qadar biz uchun ko'p qatim guvohlik berish yig'ini o'tkazilib, dardimizni Amerika xalqiga, jumladan butun dunyo xalqiga anglatish uchun fursat yaratib berildi. Amerika hukumati boshchiligida tunji qatim Uyg'ur masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabiga elib kirildi. Jazo lagerlari bilan munosabatlik bo'lgan Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi qo'yilib,
28 o'ringa jazo berdiganligi e'lon qilindi. Bularning hammasi Xitoy hukumatining vatanimizda yurgizayotgan siyosatida tubdan o'zgarish paydo qilishga va lagerlarni taqashga tex yetarlik emas, albatta. Biroq Amerika hukumati va ittifoqdosh davlatlari biz uchun ovoz chiqarmagan va Xitoy hukumatiga hozirgidek pozitsiyada bo'lmagan bo'lsa, Xitoy hukumatining bizga yana nimalarni qiladiganligini tasavvur qilish qiyin. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Xitoy hukumatining lagerlarni taqishi va yurgizayotgan siyosatlarni to'xtatishi bilan masalamiz hal bo'lmaydi. Biroq agar biz lagerni taqtalmasak, Xitoy hukumatining vatanimizda yurgizayotgan siyosatini to'xtatib, xalqimizning mavjudligini saqlab qala olmasak, uningdan cho'ng ishni qila olishimiz texmi qiyin. Shunga biz bir-birimizni ayblashni to'xtatib, milliy manfaatimizni oldingi o'ringa qo'yib, keng ko'lamda birliksab qurib chiqishimiz va davoyimizni har tarafdan jonlantirishimiz kerak. Tugidi. 2019 yil 19 oktyabr New York.